Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Uchko'prik tumanida Kafel zavodi showroomiga kelganmiz. Bizga Dekapol firmasiga ishonib shu yerda ishini topshirishdi. Biz shu jarayonni sizlarga yoritib boramiz. Demak, bambuk panellarni yopishtirishda asosan devorda o'zi holatiga yopishtiriladi, lekin devorlarimiz qandaydir qiyshiq holatlar bo'lsa, notekis holatlarda va undan tashqari sho'r chiqadigan holat bo'ladigan bo'lsa, biz albatta reyka yoki profildan karkaslar to'qib o'tishimiz kerak bo'ladi. Karkaslarni lazerga qo'yib turib, bitta urvinda olib, qotirib olganimizdan keyin bularga ish jarayoni boshlanishda ikki tomonlama skochdan foydalanamiz. Bu skoch bizga nima effekt beradi? Bu kleydan tashqari yaxshiroq ushlab berishini ta'minlab beradi. Boshlang'ich jarayonida. To'g'ri, bu uzoq muddat xizmat qilib bermaydi, lekin bu kley qatib olguncha bizga samarali effekt beradi. Endi biz bu panellarimizni yopishtirishda ko'proq tekis holatdagi devorlarga yopishtiramiz. Bu holatlarda shpakilovka bo'lgandan keyin bitta gruntovkani beriladi va shundan keyin biz panelimizni orqasiga o'zini germetikasi bilan, maxsus germetikasi bilan yopishtirib ketsak bo'laveradi. Endi bundan tashqari biz panellarimizda har xil qandaydir burchaklar chiqarish kerak bo'lsa, shunaqangi 90 gradusda burchaklar chiqarsak bo'ladi. Agarda buni chiqarish qiyinchilik tug'diradigan bo'lsa, bunaqangi burchaklarimiz ham bor. Buni ustidan burchakni aylantirib qo'ysak ham bo'laveradi. Sizga bu narsamiz effektni foyda beradi. Hop, ish jarayonimiz boshlandi. Hozir germetika surkash jarayoni ketyapti. Buni yaqinroqdan bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Shunaqangi oralatib, oralariga germetikalarni surkab chiqiladi. Ishimiz sifati uchun mana shunaqa pravilada bir qator qarab tekshirib qo'yamiz. Endi shunaqangi holatlar bo'ladi, reykaga yopishtirayotganimiz uchun biz shunaqangi pistoletdan foydalanamiz. Oralatib, ora-oralariga ozgina ishlatib qo'yamiz. Mana tappa tayyor, ko'rganingizdek hech qancha vaqt ketgani yo'q. Juda tez tayyor bo'ladi hamda juda chiroyli effekt beradi. Yana keyingi bitta plus tarafimiz, ustida buni plyonka qismi bo'ladi. Bunisi bunaqangi chang holatlarda ishda ketaveradi. Bunaqa bo'lishgandan keyin общий tozalash, уборка ishlari bo'lgandan keyin mahsulotni ustida salafanni olsangiz, уже yangi turadi. Buni yana boshqatdan yuvib tozalash shart emas. Hammaga rahmat, bizni kuzatishda davom eting. Tabiiyki sizda savol tug'ilishi mumkin. Bu bambuk panellardan qayerlarga foydalansak bo'ladi? Siz agarda bog'cha, maktab yoki klinika, kasalxonalar, bundan tashqari har xil o'zingizni biznes showroomlaringizni shu bambuk panellar asosida qursangiz bo'ladi. Bu sizga nima beradi? Birinchi o'rinda shkaturka qilmaysiz, shpakilovka qilmaysiz yoki ustiga aboy, musa berish shart emas. G'ishli holatiga ham shunaqangi reykali karkas yoki profildan karkas to'qib turib, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ikkita, uchta ustaga pul to'lamaysizda, bitta ustaga pul to'laysiz, ham arzon tushadi, ham sifatli tushadi, ham ideal holatda devoringiz chiqadi. Bu bambuk panelimizni bemalol yuvib ishlatsangiz bo'laveradi, suvga chidamli hisoblanadi. Yuvib bemalol har xil dog'larni ketkizib foydalansangiz bo'ladi. Bundan tashqari bundan har xil shakllar chiqarsangiz bo'ladi. Shuning uchun bizni bambuk panellarimizdan juda ko'p holatlarda, obyektlarda foydalanilyapti. Sizda ham agarda sizga ham shunaqangi bambuk panellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Dekapol showroomimizga tashrif buyuring yoki quyidagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab sizlarga bambuk panellarni yetkazib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.